Assalomu alaykum barchaga. Ozolmayapman. Men nima qilyapman? Nima ozishga qiynalyapman, qotib qolganman, bir narsa qilganman deganlar diqqatiga-da. Nima 2-3 kundan beri faqat shu dieta qiladigan dietologlar, keyin ularga savol berganlar, o'shanaqalarni eshityapman. Qotib qolganman, ozolmayapman, yana bir narsalar deb yozgan qizlar. Ertalab tong sahar turingda yurishga chiqing. Baraka topgirlar. Qani ozmaganingizni ko'ray, qani qotib qolganingizni ko'ray. Soat 11 dan keyin ovqatlaning 11 gacha choy iching, kofe iching, oshqozoningizni aldab beringda 11 dan keyin tuxum yeng. Kechki ovqatni ham soat 5 dan keyin qilmang kechki ovqat. 5 dan keyin kechki ovqatni yemasangiz, keyin ozmaganingizni ko'ray. Juda ham chiroyli, nima desam ekan, ham sog'lom ozasiz. Mendan sizga tekin, umuman kurslarsiz maslahat. Soat 5 gacha xohlagan ovqatingizni yeng. 5 dan keyin umuman ovqat yemang. Faqat meva ham yemang, suv ichib, choy ichib yuring, tamom. Shunaqa gaplar dieta qilmoqchi bo'lganlar, ozmoqchi bo'lganlarga tekingina maslahat. Gapni cho'zib o'tirmaymiz, boshqa qilmaymiz, qisqa va lo'nda. Keyingi videolarni ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling, do'stlarim. Men sizlarni juda ham sevaman.